Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi raskladimiz menga bo'lgan his-tuyg'usi chinmi yoki yolg'onmi degan mavzuda ko'rib chiqamiz. Bugun 3 ta variant qilamiz. Uch variantni 3 ta qilinglar deb yozgan ekan. O'sha bo'yicha bugun 3 ta variant qilib menga bo'lgan sevgisi chinmi yoki yolg'onmi degan mavzuda ko'rib chiqamiz. Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Xo'p, kartalarga energiyalaringni yuborgan holda karta tanlov qilasizlar. O'ylagan insonlaringni yilini, yoshini, ismini, turishlarini ko'z oldinglaringga keltirasizlar. Unday bo'lsa, birinchi variantdan boshlaymiz. Ikkita variant olib qo'yib. Menga bo'lgan sevgisi chinmi? Bilasizmi, sizga bo'lgan sevgisi bu yerda qarori qat'iyligi turibdi. Lekin negadir tortishuvlar bo'lib o'tganmi oralaringizda? Sizga nisbatan qarorlari qat'iy, lekin qanaydir bir siz u bilmagan, siz haqingizda qanaydir bir qiziqishlari bormi? Shunaqa. Dil og'riqlar bo'lgan. Bu yerda dil og'riqlari bo'lgan vaqtida sizni go'zal ayol deyapti, chiroyli, qarorlarni qat'iy oladigan, sho'rski bir kuchli shaxs deb bilyapti bu inson sizni. Sizga bo'lgan qarorlar xo'p, dalishi hozir qanaqa vaziyatda, qanaqa energiyada bu inson? Hozir aql bilan ish tutmoqchi. Ikkilamchi tanlash kerak bo'lgan ikkita yo'l bor bu insonning oldida. Bu yo'lda deyapti, aql bilan ish tutaman. Aql bilan tanlov qilishim kerak degan qarorlarda turibdi bu inson. Ikkilamchiliklarda aql bilan ish tutmoqchi qarorlarda turibdi. Xo'p, dalishi yana. Bilasizmi, bu taqdir tomonidan qanaydir ikkalaringiz bekorga uchrashmagansizlarda, o'zi taqdir tomonidan olib qaraydigan bo'lsa, ikkalaringiz uchrashuvlaringiz bekorga nima bo'lmagan. Bu inson qarorlarini qat'iy olib siz tomonga qarayapti, lekin judayam sizga intilishi kuchli bu insonni. Xo'p, dalishi yana. O'yin kulgular bo'ladi kelajakda, taqdiringizda quvonchli kunlar bo'ladi. Lekin shu ikkala variantdan, ya'ni ikkinchi variantni ushlab turibdi-da hozircha bu inson. Ikkala variantdan bittasini tanlashim kerak deb o'ylab o'tiribdi. Yo bo'lmasa o'sha ikkala variantdan bittasini tanlasam, taqdirimda o'yin kulguliklar, yaxshi quvonchli kunlar keladi. Faqat qarorlar olishim kerak degan vaziyatda turibdi bu inson, o'ylovlarda turibdi. Lekin sizni yaxshi ko'rishi bor. Judayam bu insonning oldida mas'uliyatli ishi bor, qanaydir. Judayam mas'uliyatli, og'ir ishi bor bu insonning. Og'ir mas'uliyati bor bu insonning, qanaydir bir. U hozirda imkoniyatlarini cheklab qo'ygan bu inson. O'sha qarorga kela olmayotganligi bu insonning imkoniyatlarini cheklab qo'yayapti rosa. Taqdirlaring bir bo'lishi bor. Bu inson bilan taqdirlaring bir bo'lishi bor. Go'zal kunlaringiz bo'ladi, go'zal kunlaringiz keladi, taqdirlaringiz bir bo'lishi bor. Lekin bilasizmi, bu uchun qanaydir bir
hozirda vayronagarchiliklarga uchrayotgan bo'lishlaringiz ham mumkin. Ba'zi birovlari qanaydir hozirda hammasi tugaganday tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Taqdirlaringiz bir bo'lishi bor. Danli moment hozirgi vaziyatda, lekin ahvollaringiz birozgina qiyin ahvolda turibsizlar. O'sha bu inson ham o'sha uchun birozgina ikkilamchiliklarda turibdi, birozgina osilib qolgan, qanaydir qarorlarni ola olmay. Lekin o'ylab siz bilasizmi nima deydi? Siz bu insonni rosa siqib qo'yapsiz, tushkunlikka tushirib qo'yapsiz. Bu inson sizlikda rosa qiynalib qolyapti. Lekin qiynalayotgan bo'lsa ham bu baribir meni qarorim qat'iy, bu insondan kechmayman degan qarorlarda turibdi bu inson. Siz sevadi, siz yaxshi ko'rishi bor, chunki juda ham nima deydi, sizga har qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar sizga tomon harakat qilishi bor bu insonni. Sevadi bu inson sizni. Hozirda vaziyatda balki mavjud urushgandirsizlar, balki mavjud oilasida qanaydir bir nima to'sqinliklar bo'layotgandir, lekin aslida hammasini yengib o'tadi bu inson. Kuchli shaxs, qarorlari qat'iy. Faqatgina birozgina pauzada turib qolishlaringiz mumkin. Birozgina vayronagarchiliklarga uchragan bo'lsangizlar ham hozirgi kunda nasib kelajakda hamma qiyinchiliklarni yengib o'tib baxtli hayot kechirib ketishlaringiz tushdi. Xo'p, ikkinchi variantdagilarimiz uchun ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variantdagilarimiz uchun bu inson qanaqa inson? Inson nimalarni o'ylayapti? Bu inson kim bilandir urushgan, bu insonimiz ham, lekin o'sha urushgan bo'lsa ham o'sha janjalli kunlarni kulib eslayapti, kulib yodga olyapti, lekin qanaydir qarorda qat'iy turib olgan inson. Qanchalik janjal bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, kimnidir yaxshi ko'rishi bor, qarorlari qat'iy, qo'yib yuborishi yo'q, siqilib qolyapti. Kim bilandir munosabatda bo'lgan, o'sha munosabatda inson bilan hozirda pauzalarda bo'lishi mumkin mavjud. Lekin menimcha shunaqa, chunki siqilib qolyapti, o'ylovlarga qolyapti, qat'iy qarorlarga kelib olgan, nima o'ziga o'zi kun bermayapti deydi-ku, shunaqa nimada turibdi bu inson. Rosa o'ylovlari ko'p. Yaxshi ko'rgan qizini o'ylayapti, yaxshi ko'rgan ayolini o'ylayapti. Juda ham go'zal tasvirlanyapti ayoli buning nazarida. Juda ham men chiroyli, nima deydi, sevgan qizim chiroyli, jozibali, yorqin, nima simpatичный degan o'y xayollarda o'ylab turibdi. Juda ham bir nazokatli deb rosa sizni nima qilib o'tiribdi bu inson, o'ylab turibdi bu inson. Bu inson sizni sevadi. Taqdir bergan boyligim, taqdir bergan tuhfam deb biladi bu inson sizni. Bu inson sizni qo'yib yuborish niyati yo'q bu insonni. Siz eslayapti, siz sog'inyapti, siz siqilib tushkunlikka tushib qolyapsiz, siqib qo'yyapsiz bu insonni. Rejalar tuzyapti bu inson. Agarda janjalli kishilar bo'layotgan bo'lsa, yarashish uchun rejalar tuzyapti, o'ylayapti, nima qilsam yarashaman, nima qilsam ko'nglini olaman, nima qilsam bir nima bilan, sabab bilan yarashib olsam bo'ladi degan maqsadlarda turibdi. Agar urushuvdagi insonlar bo'layotgan bo'lsa, agarda yo munosabatdagi insonlar bo'layotgan bo'lsa, siz uchun munosabatdagi shaxsi uchun qanaydir rejalar tuzyapti. Balki sovg'a olib bermoqchidir, balki ko'nglini ko'tarmoqchidir, balki qayergadir aylantirishga etmoqchidir. Shu bo'yicha rejalarda turibdi bu inson. Bu inson sovg'a olib bermoqchi. Agarda urushuvdagi insonlar bo'lsa, qanaydir tuhfalar olib bermoqchi, ko'nglingizni ko'tarmoqchi bu inson. Sizni juda ham rosa sovg'a olib berishni, xursand qilishni, ko'nglingizni ko'tarishni, ko'nglingizni ovlashni
xohlaydigan inson ekan, chunki juda ham sizni yaxshi ko'radi. Qo'ldan kelganicha sizga nima deydi, xursand qilishni, xushnud qilishni yaxshi ko'radigan inson ekanda bu inson. O'sha tushyapti hozirda. Ikkinchi variantni tanlagan kartamizda juda ham ajoyib raskladlar chiqdi. Ikkinchi variantimizdagilarga uzr, pauza qilib nima qildim, ishim chiqib qoldi. To'g'rig'i bittasi kelib qoldi o'shanga. Xo'p, ikkinchi variantdagilar juda ham ajoyib raskladlar chiqdi. Umuman yomon nima chiqqani yo'q, qaytib karta olish niyatim yo'q. Juda ham ajoyib ochirim bo'ldi. Endi uchinchi variantdagilarni ko'rib chiqamiz. Uchinchi variantda nima gap ekan? Qani? Uchinchi variantda nima gap? Ko'rib chiqaylik qani. Siqilishlarda turibdi, juda ham o'ylovlarda qolgan, qattiq qo'rquvlarda qolgan bu inson. Bilasizmi? Hozirda juda ham sovuq kunlari bo'lyapti bu insonni. Lekin qanchalik hozirda vaziyat og'ir bo'lgani bilan orqasidan yaxshi kunlari kelyapti. Hozirda lekin juda ham tushkun ahvollarda. Menimcha pul bo'yichami bu inson, qanday pul kerakmi bu insonga? Rosa hayotida yomon energiya bo'lyapti, energiyalarga boy bo'lyapti buni hayoti. Rosa ilonlar qurshab olgan. Mana atrofida insonlar ham xuddiki to'siqlar qo'yayotgandek bu insonga. Lekin bu inson orzulari bor, kimgadir maqsadlari bor, yaxshi ko'rishlari bor, uy, farzand, bola chaqa, umuman sayohat, hamma narsa qilishni xohlaydi bu inson. Birga aylanishni xohlaydi, birga hayot kechirishni xohlaydi bu inson, kim bilandir. Lekin hozirda o'ylovlarda, siqilishlarda qolganda qanaydir. Xo'p. Dalshi nima bo'ladi? Dalshi mehnat qilish kerak. Mehnat qilsa, pul bo'yicha bo'lgan muammolari hal bo'lishi kutilyapti, nasib inshaalloh. Mehnatini qilish kerak. Qandaydir kelishmovchiliklar turibdi, rosa dilxiraliklar bo'lib o'tgan bu insonda. Xo'p, lekin bilasizmi, kimdir yaxshi ko'rishi bor, kimdir rosa o'ylayapti. Taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi hamma narsani. Bu inson o'sha o'ylayotgan insonni o'ylaganda juda ham jozibali, chiroyli ayol deb tasvirlayapti. Qandaydir urushgan, yana dalshi urushmoqchi bu inson. O'ylovlarda qolgan, siqilishlarda qolgan. Rejalar qilyapti, muammolarni hal qilish bo'yicha menimcha rejalar olyapti bu inson. Ko'ziga hech narsa ko'rinmayapti, faqat va faqat har tomonlama kelishmovchiliklar, qarshichiliklar bo'lyapti, zarbalar bo'lyapti bu insonga har tomonlama. Lekin qarorlari qat'iy, qandaydir bir men bu vaziyatdan chiqib ketaman deganday qilib turibdi. Nasib chiqib ketsin. Chiqib ketaman deganday qilib turibdi. Kimnidir rosa xayol qilyapti, kimnidir rosa yaxshi ko'rishi bor, rosa xayol qilyapti. Kimnidir bu inson rosa xayol qilyapti bu inson. Vayronagarchiliklarga uchragan bu inson, kim bilandir rosa janjallar bo'lib o'tgan bu inson o'rtasida. Rejalar qilyapti bu inson kimgadir qaytish bo'yicha. Qanaydir rejalari bor bu insonni. Kimgadir yo qaytmoqchi bu inson yoki yarashmoqchi bu inson. Xo'p, ikkilamchiliklarda qolgan. Rosa ikkilamchiliklarda qolgan, ikki yo'l o'rtasida turibdi bu inson. Lekin qarori qat'iy. Yaxshi ko'rishi qat'iy, lekin ikkilamchilikda qaytaymi yo'qmi, sevaman, sevsamda borolmayman degan vaziyatlarda turibdi. Ko'zlari bog'liq, yo'lini ko'rmayapti, qilichlarini ko'targan holda turibdi. Lekin taqdir hukmi bilan vaqti kelsa birga bo'lib ketasizlar, yarashib ketasizlar. Bu insonni kelishi bor bu inson taqdir tomonidan tuhfalar bilan nasib inshaalloh yo'llari ochilib kelishi bor. O'qitib hech narsa tushmadi. Faqat biroz vaqt kerak, muammolarni hal qilish kerak, o'z ustida ishlash